Ayni davrda Markaziy Osiyo mintaqasi jiddiy ekologik muammolarga duch kelmoqda. Iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi, sho'rlanish jarayonlarining kuchayishi hamda qishloq xo'jaligida kimyoviy vositalardan ortiqcha foydalanish hudud ekologik barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatyapti. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi hamda Germaniya tadqiqot jamg'armasi hamkorligida Markaziy Osiyoda jonli agroekotizimlarni rivojlantirish, organik ifloslantiruvchilarga nisbatan yagona salomatlik yondashuvi mavzusida xalqaro seminar o'tkazildi. Seminarning asosiy maqsadi Markaziy Osiyoning sug'oriladigan bog'dorchilik ekotizimlarida ifloslantiruvchi moddalar darajasi bo'yicha mavjud ilmiy bilimlarni tahlil qilish, yetarlicha o'rganilmagan birikmalarni aniqlash hamda fanlararo yondashuv asosida ularning kelgusidagi ekologik va sog'liq uchun ta'sirini tushuntirishdir. Seminarda Germaniyadan tashrif buyurgan 20 ga yaqin yetakchi olim va mutaxassislar ishtirok etdi. Men Germaniya tadqiqot jamg'armasida ishlayman va Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik uchun mas'ulman. Bizning maqsadimiz Germaniya va O'zbekiston, shuningdek, Markaziy Osiyo va boshqa davlatlar o'rtasida ilmiy hamkorlikni rivojlantirishdir. Seminarning qisqa nomi Markaziy Osiyoda barqaror agroekotizimlarni rivojlantirish deb ataladi. Bu mavzu butun hamjamiyat uchun ham muhimdir, chunki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sog'lom tuproqlarni saqlash oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun zarur. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, agar bugun zarur choralar ko'rilmasa, ertaga ekologik muammolar iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Seminardan ko'zlangan maqsad aynan tuproqning sifati, uning sho'rlanishdagi qarshi kurash choralari va ularga nisbatan kurash choralari natijasida inson salomatligini tiklashga qaratilgan. Mavzu yuzasidan hozir kunga qadar qanday tadqiqotlar o'tkazildi? Respublikamizda aynan tuproqning sho'rlanishini aniqlash, unga qarshi choralari bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olimlar tomonidan olib borilgan. Jumladan mana respublikamizda Fanlar akademiyasi, umumiy inorganik kimyo instituti olimlari tomonidan aynan Jizzax hududida sho'rlangan tuproqlarni to'liq xaritasi tuzish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur xalqaro ilmiy muloqot mintaqadagi ekologik xavflarni kamaytirish hamda xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarishni ta'minlashga xizmat qiladi. Robiyaxon Isrorova, Sirojiddin Husanov, yoshlar.